Bu uy kimligiligini hozir ko'rasizlar. Bu uyni egasini hamma taniydi. Butun O'zbekiston taniydi. Yuringlar ko'rsataman, chaqiramiz chiqadi. Sotiladi aka. Assalomu alaykum. Keling oğlum. Assalomu alaykum. Salomlar. Meni ismim Jahongir. Jahongir Mirzo. Biz sizni taniymiz. Milliy urf-odatga tayanib mana ganj qilganmiz. Uyda ham o'z san'ati davomini olsa bo'laveradigan ekan. Bu necha sotik Toshtemir aka uy? 8,5 sotik. Xo'p, 8,5 sotik bo'lsa, uy ishini ham chiroyli menga yoqdi. Andijonda sentrda ekan. Shuni Kuran-Soat orqasida ekan, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Endi qarang, shu hech kimga indamasdan 20 ming dollar meni obunachilarim uchun o'tib berasizmi shu uyda? Men keyin reklama qilaman, e'lon qilaman. 20 ming deng. Qayerga ketdingiz? Hozir. Mayli o'sha 20 ming dollarmi? O'tib beraman. Alloh rozi bo'lsin. Men endi reklama qilaman, bu uyni sotaman. Birgalikda ko'rib chiqamiz. Ushbu xonadonimiz haybatni sevuvchilarga juda ham yoqishi turgan gap. Ayniqsa zelyoniy zonalar. O'zingiz xohlagandek bezashingiz, o'rtasiga esa xohishga ko'ra fontan qilsangiz ham bo'ladi. Xonadonimiz barcha qulayliklarga ega. Alohida sanuzel deysizmi? Hammasi muhayyo. Har bir xona alohida did bilan o'zbekona uslubda ta'mirlangan. O'zingiz xohlagandek bezatsangiz ham bo'ladi. Umumiy xonalar soni 14 ta, 15 ta, 2 ta oshxona va 3 ta 4 ta sanuzel mavjud. Bemalol katta oila mazza qilib yashasa bo'ladi. Bolalar, kattalar va hattoki ota-onalar uchun ham chiroyli yotoqxona qilsa bo'ladi. Kengina mehmonxonada esa bemalol mehmoningizni kuzatasiz. Uyning har bir qismining pasti podval. Bu yerga bemalol bilyard, tennis deysizmi, mazza qilib dam olib, do'stlar va oila davrasida o'tirasiz. Ko'rib turganingizdek, uyimiz juda ham barakali. Hovlisi ham kengina, ayniqsa tashqi fasad o'ymakor ganjlar bilan bezatilgan. O'zingizni xuddi kinoga tushib qolgandek his qilasiz. Ishlatilgan yog'ochlar esa eng sifatlisidan ishlatilgan. Uyimiz pishgan g'ishtda qad ko'targan. Xullas, kim sotib olsa ham mazza qilib yashaydi. Suv, gaz va svetdan umuman muammo yo'q. Shaharning markazida joylashgan. Maktab, bog'cha, do'kon barchasi mujassam. Avval ta'kidlab o'tganimizdek, xonadonimizning xonalari juda ham ko'p. Hattoki podval qismlari ham e'tibor bilan qurilgan. Remont ham joyida. Kelasiz, ko'rasiz, olasiz va bemalol yashayverasiz. Hech qanday ortiqcha xarajat va remontlarsiz. Temir aka, zo'r uyni ko'rdim, haybati bor, savlati bor, chiroyli qurilgan, pishgan g'ishlarda cho'tki, qo'ni qo'shnilarchi. Qo'ni qo'shnilarga gap bo'lishi mumkin. Endi shunaqa bo'lib qoldi-da, bo'lmasa men sotmayman men. Bitta shu mos qo'shnilarga bitta zo'r xaridor bo'lsa bo'ldi. Bo'ldi, bir chiroyli xaridor qo'shni olaman, hovli olaman degan odamga sotaman. Alloh shu uyni olganlarni hammasini kasbga baraka bersin. Ilohi. Endi bir piyola choy ichaylik. Birdaniga 2 piyola ichaylik. Ashna qilaylik. Askach ekanda bu. Yoda qiziqchilik ham turaman. Qoyil. Siz hali tog' kunlari odam ko'rardingiz-ku? Chorshanba degin kunlar. O'sha kunlarda men qiziqchilik turaman. Sog' bo'ling. Kelinglar.